uchun qadrli bo'lgan Kamilochka, sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Ilohim shu biz uchun, bizani baxtimiz uchun, fan klub uchun sog' salomat bo'ling. Yuzingizdan doim tabassum arimasin, oilangiz baxtli omon bo'ling. Biz sizni juda ham sevamiz. Bizning eng sevimli guruhimiz a'zolaridan biri Kamila opa, tug'ilgan kuningizdan tabriklaymiz. Har doim atrofingizda bizga o'xshagan vafodor muxlislar ko'payib borsin. Biz bilamiz bunaqa muxlislar juda ham ko'p. Doim har doim sog' bo'lib, bizlarni har doim o'zingizlarni qo'shig'inglar bilan xursand qilib yuringlar. Дорогая наша Камила, поздравляем тебя с днем рождения. Все, что я тебе хотела пожелать, я тебе пожелала лично. Хочу сказать, чтобы мы всегда так собирались все вместе нашей маленькой дружной семьей и отмечали все наши сокровенные, все наши личные праздники. Спасибо за сегодняшний праздник вам, наши любимые. Фан-клуб не хочу называть, хочу сказать наша семья, да? Для нас это дар Божий, что вы есть у нас. Спасибо. Hozir jonimni tug'ilgan kuni bugun. Yana hayot emas mana. Mehribonimni tug'ilgan kuni. Shunga surpriz qilaman. Qalaysiz? Ne olyapsiz? Siz uchun rahmat. Yani siz chali chiroyli emas, lekin sizga o'xshash ketadi o'zim. Yoshlar gullar deb ochilib sochilib. Mana bilasiz, 18, 19 yoki vaqtlarini kutib o'tirmayman 12 bo'lish uchun. Buni iPhone'da zakaz qilib qo'yganmiz, keladi endi. Hozir iPhone. Uncha chiroyli qilib. Men o'qib rasmga endi kuldim.